Do'stim, jur'at chechayni. Nega bo'lyapti do'stim? Sen meni ichimmisan? Hozirgina og'zimdan bir g'alati hidlar kelayotgan edi, sen menga zvachka tutqizyapsan. Men shuni sezdim do'stim, boshqalarning oldida xijolat bo'lmasligi uchun beryapman. Do'stim, sen kimsan? Aytgin. Meni shunchalik yaxshi ko'rasan, do'st. Shunday qopti jur'at. Yo'q, o'zi kalla, bitta zvachka ber, og'zim sasiyapti. Piyoz yedim bo'y. Ha, mana magazin sotadi, ol. Sen menga magazin ko'rsatadigan bo'lib qopsanmi? Tiqib qo'y zvachkani, tushundingmi? Sen o'zi vechni Battar bu. sassiqmisan? Do'stim, mashinangni bir kunga berib tura olmaysanmi? Uydagilarni zaparga olib bormoqchi edim. Do'stim, senga nafaqat mashina, jonim ham fido, shuni bil. Do'stim, chap ko'zimga yosh keldi. Hech qachon ayrilmaylik, iltimos. Benzin nima bo'ladi? Benzin nima bo'ladi? O'l temirni qizg'onib. Nima senga bu o'yinchoqmi? Zaparga boray, maymunni bolalarimga ko'rsatib, sanga o'xshashligini aytaman. Shuni bilib qo'y, men sen uchun mashina olganim yo'q. Yonib ketsin mashina. Shundaymi? Do'stim, tug'ilgan kuningga eng bazardan 88 mingga futbolka olib bermoqchiman. Yo'q, ey do'stim. Do'stim, pastingga 139 mingdan shimlar ham olib bermoqchiman. Boringga shukr do'stim. Xohlasang kelinga ham narsalar olamiz. Do'stim, ishonasanmi? Blogerlarni Bobur Mansurovning reklamasini ko'rib, eng bazardan kiyinish orzuyim edi. Sen bu orzuyimni amalga oshirding, do'stim. Do'stim, tug'ilgan kunimga kiyimlar olib bermaysanmi? Men bir akesa kim so'kayapsan? Ha? Kiyimingga zo'rmanmi? Zo'rmanmi kiyimingga zo'rmanmi? Zo'rmanmi kiyimingga? Zo'rmanmi? Tursun aka, tuzumisiz, qalis, chiqishlovli tinchmi? Nima yengilliklar? Jamila, Toshkentga kelib shunchalik o'zgarib ketdingmi? Ayam sen bilan ko'rishishimni aytgandi. Mana bittachivoz. Yuringmanski Toshkent kimligini ko'rsatib o'qaman. Nimani ko'rsatasan? Toshkent kimligini de tushunmayapsizmi nima? Qayerdan olding bu gapirishni? Ketyapmiz-da. Voy, o'lay. Qanday yoqyaptimi sevimim qishloqdagi tengdoshim? Zo'r ekan, yoqdi menga. Yurrasi kelib qolsa, men senga choy-poy qilib berqolay. Enangni o'g'limanmi sanlaysan? Yur. Yura qo'ying. Toshkentchani qachon yodlading? Uxlayotganda yodladingmi? Chala yodlabsan. Nima deb o'tibsiz? Kimdir bizga qarab o'qolaydimi? Jamila hech piching olmayaptimi? Zo'r qilib gapiryapsan? Ha? Sen Toshkentchani eshitib, men uyalib ketyapman. Iltimos gapirma. Ayni biz o'rganib qolganmiz-da. O'lay. Voy, Jamila meni liqillabdi-ku. Bu pampulshada, bunaqasini faqat Munifdan topasiz. Ana Muqimiy ko'chadagimi? Har xil shirinliklar sotadigan. Bu ikkinchi filialida Suymunga ochilgan. Zo'r aka, qani yeb ko'raychi. Muncha zo'rmi? Muncha yumshoq? Bu paxtadek bulutga o'xshaydi-da, dundiqqina. Jamila, Toshkentga kelganiga necha yil bo'ldi? Bu hafta payshanba kuni kelgandim. Tez seni olib ketayda qishloqqa. Bo'lmasam bo'lka Toshkentchaga yangi lug'atlar qo'shyapsan. Tirilinglar. O'zingcha. Qatga deginchi? Qatti. Qatti demaydi, qatga deydi. Garang. O'ylayapman ben Toshkentliyam, sokakda bugun ben shashlik yeyam. Sochni yomon qilsan, lekin ozgina menga ham ber. To'g'ri yaxshimisan? Jo'ra yaxshimisan? Bir minutga mumkinmi? Tinchlikmi? O'zingda bir gap bor edi, Jo'ra. Hop. Jo'ra, 200 ming so'm pul kerak bo'lyapti, iltimos berib tur. Bo'ldi, beraman, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Faqat bolalar bilmasin, xo'p. Bo'pti, kartingni tashlayveraman. Bolalarga aytib o'tirma. Bo'ldi. Ha, tinchlikmi? Nima dedi? 700 ming qarz so'rayapti, bolalar bilmasin deydi. Yo'q. Beraman endi. Shakarchi surganmisan sochingga? Yaxshimisan? Yaxshimisan janob? Bir minutga qarab ol. Tinchlikmi? O'zingda gapim bor edi. Yur mashinaga. Tinchlikmi, Jo'ra? Jo'ra, san tanishlaring ko'p-ku. Bitta ish topib bersang zo'r bo'lardi. Faqat bolalarga aytma, iltimos. Ya bo'ldi, top beraman, Jo'ra. Faqat bolalar bilmasin. Ya bo'ldi, gapir, Jo'ra. Kutaman. Xo'p. Tinchlikmi nima dedi? Ish topib ber deyapti, faqat bolalar bilmasin deydi. Ha, yo'q. Shunaqa dedimi? Top beraman. Mana futbolkalar 88 mingdan ekan. Bobur Jo'ra, 1 minutga mumkinmi sani? Tinchlikmi? O'zingga gapim bor edi. Bo'ldi, hozir. Jo'ra, eng bazar narsalar arzon bo'lib ketibdi-da, shunga 500 ming qarz berib tur, faqat bolalar bilmasin.